turdi. Avaz Erkinov qay tarzda to'pni ilib ketganini ko'rdingiz. Qizg'anmadi, uzatdi. Avaz Erkinov qochdi chap qanotdan, raqiblarini aldayapti. Avaz Erkinov ikkinchi raqibni ham aldadi, qoida buzilganda, ammo Avaz Erkinov oyoqda aldadi yana, lekin uzatishga ham ulgurdi. Tasannuf bo'ladimi? Ha, Sako to'pga yetib oldi. Sardor To'laboyev jarima maydonchasiga qaytaryapti. Avaz Erkinov to'pni o'ziga to'g'riladi jarima maydonchasi ichida, lekin biroz uzoqlashtirib yubordi. Qanotdan o'zi tezlik oldi. Amir Rashidov kirib boryapti, uzatib berdi. Avaz Erkinov jarima maydonchasida aldadi, zarba! Darvozabon Avaz Erkinov albatta raqiblar ortidan qochib ketdi. Avaz Erkinov qochdi, uzatma Zofadan bo'lgan ekan. Endi maydonda ikkita 10-raqam yugurib yuribdi-da. Biri Z10, biri Sako. Chap qanotda Avaz Erkinov jarima maydonchasi ichida. Avaz. 4-daqiqadamiz. Biroz xotirjamlikka berildi. Avaz Erkinov ikki raqib orasidan to'pni ilib ketib chap qanotdan jarima maydonchasi ichiga kirib boryapti. Albatta mana bu tarzda aldaydi. Ikkinchi patkat esa o'xshadi. Kama qanotdan Avaz Erkinov qochadi tezlikda. Raqib jarima maydonchasi ichiga diagonalga kirib boryapti. Avaz biroz uzoqlashtirdi. Raqib bilan to'qnashib ketdi. Chap qanotga zo'r uzatma. Avaz Erkinov chap qanotdan jarima maydonchasiga kirib boradi. O'ng oyoqda aldadi, kirib bordi. Yana bir marta aldaydi. Uzatmami, zarbami? Tushunar. Darvozabon egallab oldi. Zo'r Avaz Erkinov, zarba va gol! Avaz Erkinov